Ayrim to'g'onlarning va ayrim internet nashrlarining ta'kidlashicha, agar mehnat migrantlari pul jo'natmalarini to'xtatishsa, O'zbekistonda qashshoqlikning darajasi keskin 17% ortib ketishi mumkinmish. Yurtimizda asosiy foyda bizda ishlab chiqarish, sanoat va xizmat ko'rsatish kabi sohalarni katta qismini egallaydi. Bularga misol qilib, shu yurtimizda so'nggi yillarda yirik sanoat loyihalari, logistika tizimlari va infratuzilmaviy loyihalar, xususiy sektorni rivojlantirish, xorijiy investitsiyalar esa 5 yil ichida 50-60 milliard dollar, eksport hajmi 40-45 milliard dollarga yetishi mumkin. Bu esa kambag'allik ko'rsatkichi 10% ga tushishiga olib keladi. Ayrim to'g'onlarning va internet nashrlarining ta'kidlashicha, agar mehnat migrantlari pul jo'natmalarini to'xtatishsa, O'zbekistonda qashshoqlikning darajasi keskin 17% ga ortib ketishi mumkinmish. Biz bu fikrlarga mutlaqo qo'shila olmaymiz. To'g'ri, ayrim fuqarolarimiz uchun, ayrim oilalar uchun mehnat migrantlarining pul jo'natmalari yuqori ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotining ulushi umuman mehnat migrantlarining jo'natmalariga bog'liqlik joyi juda kam. Kichkina summani tashkil etishi mumkin. Yurtimizda asosiy foyda bizda ishlab chiqarish, sanoat va xizmat ko'rsatish kabi sohalarni katta qismini egallaydi. Bularga misol qilib, shu yurtimizda so'nggi yillarda yirik sanoat loyihalari, logistika tizimlari va infratuzilmaviy loyihalar, xususiy sektorni rivojlantirish, byurokratiyani kamaytirishga qaratilgan va boshqa islohotlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlab, o'z samarasini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston kelgusi 5 yil ichida iqtisodiyoti keskin rivojlanayotgan davlatlar qatoridan joy olinishi dunyo hamjamiyati tomonidan ta'kidlab kelinmoqda. Qayd etilishicha, 2024-yilda yalpi ichki mahsulot 6,5% ga ortib, 115 milliard dollarga yetdi. Xorijiy investitsiyalar 1,6 barobarga ortib, qariyb 35 milliard dollarga yetgan va eksport 27 milliard dollarga chiqdi. Agar yalpi ichki mahsulot O'zbekistonda shu ko'rsatkichda ketsa, ya'ni yiliga 5% dan 7% gacha ortib boraversa, yurtimizda 2030-yilga borib 165-180 milliard dollarga yetishi mumkin. Xorijiy investitsiyalar esa 5 yil ichida 50-60 milliard dollar, eksport hajmi 40-45 milliard dollarga yetishi mumkin. Bu esa kambag'allik ko'rsatkichi 10% ga tushishiga olib keladi. Qisqacha qilib aytganda, O'zbekistonda nafaqat xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish sohalari, balki yaqin kelajakda elektronika, avtomobilsozlik, kimyo va qurilish materiallari sohalarida katta o'sish, yangi bozorlarga chiqish va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qayta ishlash hisobiga eksportda yuqori qiymatli mahsulotlar ulushining ortishi, startap ekotizimi, freelance, outsourcing va raqamli bank xizmatlari, elektron tijorat o'sishi orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'lishi va buning natijasida aholining hayot sifati va yashash farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.